Mana savdo bo'layotganlardan xudo xolisa barakaga yaqinlashib qopti. 23,5 so'rashyapti uchoviga. 23,5 dan so'ralyapti, 24,5 deyilyapti. Xudo xolisa 1 million talashilyapti hozir. Arz pallasida savdo. Bozor shunisi bilan bozorda. Savdo shunisi bilan savdo. Mollar arziydimi? Aytinglarchi. Ana shu mollar 23,5 dan pul erishyapti. Hozir tog'a bunga yaxshi xarob bo'lsa 5-6 oyda tanib bo'lmaydigan bo'lib ketadi. Ha, qimmat aytadi-da. Sizlar arzon so'ranglar. Shunisi bilan keyin baraka bo'ladi. Birinchi boqishinglarmi bunaqa zotlar? Ha, bunaqadan boqmaganman. Tog'amiz birinchi marta boqilyapti-kan bunaqa mollarda. Ha, menda bor, menda Simental bor. Shunga o'xshash u ham. Bu Greenford ekan. Greenford? Ha, ular nomi shunaqa. Necha pulga bo'ldi baraka? 71 millionga uchovi mana baraka bo'ldi. 71 millionga bo'ldi. Bir hafta yemasa, ichmasa, gangrosa to'liq olsa. Mana garantiya so'raganlar. Bo'lmasa meniki. Mana garantiya shuncha bo'ladi bo'lsa garantiya. Ham yo'q meniki. 71 millionga shu uchalasi baraka bo'ldi. 17,5 dan bular bor. Lekin hammasini savdosi bor. Ya'ni ko'rsan. Yana ketdi degani yoki 17,5 dan ketdi yani. 17,5 dan kelib aka yana savdosini qilib olaveramiz. Yo'li bo'lsa go'zal qilib hamni qilib beraman. 17,5 dan. Do'nyodagi qazabasadi mol emas. Mana akalar. Hozir eshitdinglar, o'zi nech puldan aytilyapti. Kelinadi, ko'riladi. Mollarning bo'yi 91 metr ham bor. Tanlab 17 milliondan 18,5 milliongacha bor buning ichida. Ha, shunaqa. 18,5 dan ham bor ekan. Lekin aytilganiga ishon olmaymiz. Chunki savdosi sizlardan, kami sizlardan. Kam so'ragan xaridor bo'ladi.